Terimizda g'ijimlanish, ajin bo'lganda biz yog'lardan tarkib topgan kremlardan foydalanamizmi? Aslo yo'q. Birinchi bo'lib terini yaxshilab namlantirish kerak bo'ladi. Yuzimizni yaxshilab kechki paytda tozalaymiz. Yuz yuvish vositalarimizda tozalab bo'lganimizdan keyin albatta yoki kristal yoki retinol mana shunday sivrtkalardan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Sivrtkalar, zardoblar terini ochib beradi va keyingi etaplarga juda ham chuqur, yaxshi tayyorlaydi. Terini qanchalik ko'p biz namlantirsak, shunchalik teridagi g'ijimlanishlar tezroq tekislanadi. Mana shunday qilib serumlarni yaxshilab surtib, ularni singdirib yuboramiz yuzimizga. Ustidan esa albatta namlantiruvchi krem surtishimiz kerak. Bu narsa bizga har kuni mana shunday qilib surtib, terimizni yaxshilab namlantirib olamiz. Terida qancha yaxshi namlik bo'lsa, shunchalik bizning ajinlarimiz tekislanib, tortilib boraveradi, g'ijimlanishlar hammasi keta boshlaydi. Xo'p, shunday qilganimizdan keyin yana terida qurish muammolari kuzatsa, undan keyin kunora bir kun yog'li kremlardan, tarkibida yog'li bo'lgan kremlardan, bir kun namlantiruvchi kremlardan shunday qilib almashtirib kremlardan foydalanamiz. Shunda biz tezroq natijalarga erishamiz.